Assalomu alaykum hammalarga. Men sizlarni diqqatinglarni mana shu oyoq kiyimga qaratmoqchiman. Buni sifati qayerda ishlab chiqarilganiga meni ishim yo'q. Yaxshidir balkim oyoq kiyim. Lekin buni nomi Salomon deb yozib qo'yibdi. Salomon degani bu Sulaymon degan ism. Sulaymon degan ismni Yevropada Sulaymonni Salomon deydi. Ibrohimni Avram deydi. Endi balkim bizda shu narsani tushunmas. Hozir Instagramda ko'rib qoldim shu narsani. Bu yaxshi emas. O'zbeklar olib kiymanglar iltimos. Balkim oyoq kiyimni o'zi sifati zo'rdir, lekin Sulaymon degan ism oyoq kiyimni oyog'ingizga kiyib yurish sal yaxshi bo'lmasa kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.